want to go on the boat? No? No? Queres levar chapéu? Não, eu não. Ok. Hã? And this is, you have several of those rings. Oh, it's another one coming. Look. It's really fast. Salam champs! Welcome back to my channel. Kanalim yana bir bor sizni xush ko'rdim. Omonsiz, ishlaringiz joyida, sog'lig'ingiz a'lo darajada, kayfiyatingiz chog' deb o'ylayman. Ko'rib turganingizdek, men Portugaliyada. Ha, bu ham yana bir eski videolardan biri. Hozir montaj qilib, sekin-sekin joylayapman. Ayni damda biz Aveirodamiz. Bu Portugaliyaning shaharlaridan biri. Qolgan shaharlarni esa keyingi vloglarda tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Men bu yerga o'zimning host ma'am and host dadimni ko'rgani keldim. Because, okay, not today, but back in the day, 50 years ago, this was the biggest codfish in Europe. Boats to go fishing on Norwich. We're going to drive by there, but that was the biggest thing around here. They used to go to Canada to get the codfish. Norwich. That's why I used to Oh. use it there. They used to have the biggest boats to go for codfish for 6 months. Nowadays, I don't think they go for 6 months. They go about Yeah. a month or two. The boats are faster. Yes. And they have the things to get Yeah. the fishing faster. Technology. Yeah. Back in the days, they used to go 6 months. Ko'rib turganingizdek, mana shu ikkita sweet people mening American ota-onam. Chet elda shunaqa tushuncha bor. Siz kimnidir uyida yashaganingizda, studentlik davringizda exchange student bo'lib, u yerdagi oila boshliqlari, ya'ni ota va ona sizga host mom, host dad bo'lishadi. Men juda ham kichkina bir qizaloqligimda ularning uyida yashaganman. Amerika Qo'shma Shtatlari, Massachusets shtati, Cape Cod qismida va doim ular menga g'amxo'rlik qilib, ota-onam o'rnini o'sha yerda yolg'izligimni bildirmasdan original to'ldirishga concept. harakat qilishardi. Like original stuff. Casa de Rosa. Yeah. Cafe, restaurants. Oh, a lot of souvenirs. That's the houses. That's ceramic. Then they make sardines. The boats. Lojo dos Zeya. The zeka. Zeka. Those are for kids. Yes. So we have to look for the size. Look at that. Yeah, those are cute. I never saw those before. Men doim sayohat qilganimda mana shunaqa souvenir shops, ya'ni suvenirlar do'konini aylanishni juda ham yaxshi ko'raman. Va sizlarga ham aynan mana shu do'konlarga ko'proq borishni, hech narsa xarid qilmagan taqdiringizda ham ularni ko'pini aylanib chiqishni tavsiya beraman. Nega? Chunki u yerda siz o'sha davlatga, o'sha shaharga tegishli bo'lgan turli xil suvenirlarni, qo'l ishlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi va ular esa sizga
shahar haqida, davlat haqida, insonlar haqida, ana o'sha yerning madaniyati haqida juda ham ko'plab narsalarni aytib beradi. Oxirgi vaqtlarda mana shu Portugaliya bir necha yildan beri meni o'ziga jalb qilayotgandi va yillar davomida men Portugaliyaga borishni orzu qilardim. Va nihoyat mana shu mening host parents Amerikadan Portugaliyaga ko'chib kelishdi. Xuddi bizning o'sha o'zbeklarga o'xshab butun umr Amerikada yashashgan, endi esa nafaqaga chiqib Portugaliyada qarilik gashtini kechirgani, Yevropa bo'ylab sayohat qilgani, umuman hayotdan lazzatlangani qaytishdi. Shu sababli men endi ularni tez-tez ziyorat qilgani boryapman va biz ko'p sayohat qilyapmiz. Amerikada ham biz juda ham ko'p sayohat qilardik. Yaqin shaharlarga, yaqin shtatlarga birgalikda mana shunaqa mashinaga o'tirib olib, suhbatlashib, yeyishga bir nimalar olib, yo'l-yo'lakay ko'p joylarni birgalikda kezardik. Mana endi yillar o'tib biz endi Amerikani emas, balki Yevropani birgalikda aylanyapmiz. Bilasizmi, hozir mana shu videoni montaj qilar ekanman, xayolimdan va qalbimdan bir g'alati his o'tdi. Chunki dunyoning qaysi bir burchagiga bormay, juda ham ko'p davlatlarda, butun dunyoda emas albatta, lekin juda ham ko'p davlatlarda turli xil millat, turli xil din, umuman bir boshqa bir dunyoga oid insonlarga Allohim shunaqa suydirib qo'ygan ekan. Va har gal borgan shaharimda men uchun aziz bo'lgan va men ham ular uchun juda qiymatli bo'lgan insonlar bor ekan. Va inshaalloh o'ylaymanki tez videolarni montaj qilib borgan joylarimdan mana shu iliqdan iliq muhabbatni, mehrni, insonlarni, ularning tabassumlarini, ularning menga ko'rsatayotgan mehrlarini sizga tezroq ko'rsataman. Siz ham balkim ilhomlanib hayotga boshqacha nazar tashlab, ba'zi inson, ya'ni odamiylik jihatdan anglashi kerak bo'ladigan narsalarni anglab, o'zingiz uchun bir qandaydir xulosalar balki chiqarasiz. This is like a theater or shows, but like it's a modern. Inside, Hozir esa sizga bir xazinamni ko'rsatmoqchiman. Amerika Qo'shma Shtatlarida ham mana shunaqa oppoqqina xonam bo'lardi va u yerda kichkina mashinalar modellaridan tortib mana shunaqa rus tilida farforovые kuklы deyiladi, ya'ni farfor so'zini bilmayman to'g'risi o'zbek tilida, farfordan yasalgan mana shunaqa qo'g'irchoqlar to'ldirilgan xonam bo'lardi. Devorlari oppoq, jihozlari oppoq va bularni hammasini Amerikadan mana Portugaliyaga tashib kelishni o'zi bo'lmaydi albatta. Endi esa men ham bu qo'g'irchoqlarimni o'z uyimga tashib olib ketishim kerak. Cape Codda Meshpi degan bir yer bor. U yerda Amerika qit'asining asl egalari yashashadi. Meshpi biroz boshqacharoq bir yer. U yonidagi Falmouth va Boston masalanda boshqa shaharlarga biroz o'xshamaydi, sal farq qiladi va u yerni asl aholisi mana shu millat hisoblanadi va ularni mana shunaqa turli xil kiyimlari, mana bunaqa munchoqlariga nomim juda ham qiziqadilar va ularni ham ko'rib turganingizdek to'plaganlar. Ajoyib, to'g'rimi?
River, right? Yeah. Oh, that Roman bridge. That's the Roman bridge. But yesterday you saw from there. Uh-huh. So today you will have a better view. Yeah. So this is a church in the cemetery. Together. Ko'rib turganingizdek, bahor oylarida Portugaliya juda ham yomg'irli. O'zi umuman olganda u dengiz bo'yida bo'lganligi uchun u yerda ko'p yomg'ir yog'adi va tabiati shunaqa ham toza. Hamma yerda ko'ryapsiz yashillik. To'g'ri, iqtisodiyoti juda ham rivojlangan davlat emas, lekin odamlari juda ham mehribon. Sizdan esa iltimos qilgan bo'lardimki, qo'llab-quvvatlang. Izohlarda mana shu joylayotgan videolarim, ulardagi voqealar, insonlar haqidagi fikrlaringizni, mana shu videolarni ko'rganingizda qanday taassurotlar oldingiz, o'shalarni izohlarda yozib qoldirishga harakat qiling. Men bilan gaplashing, albatta javob yozaman. Yaqinlaringizga ham bo'lishib, kanalimga taklif qiling. Birgalikda mana shunaqa sayohatlar qilamiz. Sizga juda ham ko'p joylarni, insonlarni ko'rsatmoqchiman va o'z taassurotlarimni, bilimlarimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. I want. Yana Portugaliyada menga mana bu qo'l ishi bo'lgan ceramics juda ham yoqadi. Ko'rib turganingizdek bir san'at asari. Ayniqsa devorlarga qilingan har xil plitkalar, ayniqsa Lissabonda juda ham chiroyli. Va hammangizga bir kun Portugaliyaga borishni, Porto va Lissabonga borishni tavsiya qilaman. Umuman Portugaliya juda ham bir kichkina davlat. Deyarli hammasini bir haftada balkim aylanib chiqsangiz ham bo'ladi. Shu sababli albatta borib aylanib keling. Ushbu vlogimni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Like tugmasini bosishni, kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmadingiz degan umiddaman. Hammangizni yaxshi ko'raman. Izohlar qismida ko'rishguncha. Keyingi vloglarni o'tkazib yubormaslik uchun esa qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang.